Marhamat tumani Andijon viloyatining eng qadimiy va boy tarixga ega hududlaridan biri hisoblanadi. Tuman sifatida 1926-yil 29-sentyabrda tashkil etilgan va 1947-yil 7-avgustda esa O'zbekiston Respublikasi Oliy Soveti Prezidiumining farmoni bilan Marhamat shahriga rayon ichidagi shahar maqom berildi. Marhamat tumani Andijon viloyatining janubi-sharqiy qismida joylashgan bo'lib, shimolda Asaka, sharqiy tomonda Buloqboshi tumanlari, janub tomondan esa Qirg'iziston Respublikasining Aravon rayoni, g'arbdan Farg'ona viloyatining Quva tumani bilan chegaradosh. Marhamat tarixining asosiy bosqichlari bular eng mashhuri qadimgi Erishi Mingtepa shahri hisoblanadi. Bu tuman hududida miloddan avvalgi davrlarga oid mashhur Mingtepa arxeologiya yodgorligi, ya'ni qadimgi Erishi shahri joylashgan. Bu shahar qadimgi Davan, Farg'ona viloyatining poytaxti bo'lgani haqida ma'lumotlar mavjud. Tarixiy manbalarga ko'ra, aynan shu hududda Xitoy imperatorlari orzu qilgan mashhur samoviy tulporlar yetishtirilgan. Baribir bu shaharni yaxshi ko'raman. Chunki bu mening shahrim. Ajoyib, go'zal shahar.